Kim bu salovatni umri davomida bir marotaba bo'lsa ham o'qisa, Alloh taoloning rahmati u kishining ustiga tushadi. Istak va ehtiyojlari ijobat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Kim jazallohu anna sayyidina Muhammadan sallallohu ta'ala alayhi va sallama ma huwa va ahluhu" desa, 70 ming farishta, 1000 tong bu salovati sharifning savobini amal daftariga yozish uchun harakat qiladilar. Bu qiymatli salovatni bir marotaba o'qigan bo'lsangiz, amin deb muhrlang.